Assalomu alaykum. Keling, bugun navbatdagi qoshimizni ko'rib chiqamiz. Qoshimiz ko'tarilgan, tepaga kerilgan qosh. Burchak qismi pastga tushgan. Birinchi navbatda terib olamiz. Tergandan keyin mana ko'rib turibsiz, ip bilan shakl chiqarib oldim va bo'yoq bilan bo'yimiz. Bu bo'yog'imiz 1 oylik. Xudo xohlasa keyingi videoda bo'yog'imizni obzor qilib beraman. O'zimda qo'yib, qancha vaqt turishlar hammasini obzor qilib beraman. Videoni kuzatishda davom eting, kommentariy yozing. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, har bitta videomni ko'rasiz. Yangi videolarim o'tib ketmasligi uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.